plus. To'g'rimi? Masalan, mana buni qisqaradimi endi? Bunday bir narsa ijod qil. Bu qismida nima bir bu yoqqa olib kelib, shoshmasa nimaligini bilmoqchiman. Uni o'ylaguncha vaqt o'tib ketib qoladi. Demak, 6-misollar tipiga o'tdik. Bu birinchisi. Ildizli misollar ekan deyarli hammasi. Birinchi qiladigan ishimiz katta ildizli misollarda mana bu ichkarida ham asli katta ildiz hisoblangan. Mana bu kichkina ildizchasini nimaga tenglashtirardik? 2AB, mana deysiz, 2ABga. Yozamiz. 2ta AB tengdirdik, 2 ildizda 3 ga. Hali 2 bu yoqqa bo'linib ketadi. AB teng ildizda 3 ta o'zi qoladi. Ya'ni bittagina sonda o'zi qoladi. Uni oldida biri bor desak ham bo'ladi, to'g'rimi? A ga kattaroq son ildiz ostida 3, B ga kichkinasi 1 tanlanadi, chunki biri bor oldida, to'g'rimi? Bemalol yozsa bo'ladi. Keyin tekshirish yo'li bo'lardi. A ni kvadrati plus B ni kvadrati haliga ishlatilmagan son 4 ni berish kerak edi. Savol, kvadrat nechi bo'ladi? Kvadrat 1 qo'shsa 4 mi xullas? Demak, xulosa, mana buni ichi ildizda A minus B ni qovus kvadrati bo'lgan. O'sha A imiz ildiz ostida 3 minus 1 ni qovusda nimasi ekan? Kvadrat bo'lgan ekan. Ikkalasi qisqarib ketadi va bu shuni o'rniga boradi. Tushundinglar, javob bo'lib. 30 bilan ildiz orasida nima bor? Ko'paytirib bor. Yozamiz. Katta ildizda 22 minus 30 ayirib minus 8 qilib yurmanglar. U ko'payib turibdi. Mana bu ifodaga. Ildizda 3 minus nimaga? 1 ga. Plus 5 plus 3 ildizda 3. Qovus ochib chiqamiz. Ildizda 22 minus 30 ildizda 3 plus 30 plus 5 plus 3 ildiz ostida 3. Yana hisoblaymiz. Mana bu ikkalasi necha chiqadi? 52 minus 30 ildizda 3 plus 5 plus 3 ildizda 3. Tushunarli bo'lyaptimi? Yana boshqatdan katta ildiz, kichik ildiz boshqatdan 2AB qilamiz. Mana bu narsa. 2ta AB teng 30 ildizda nimaga? 3 ga. Hali 2 ni bo'lib olamiz. AB teng 15 ildizda nima? Iloji bor shunaqangi qilinglar, mana bunga o'xshasin-da. Kalt tushunyapsizlar? Chunki buni hisob-kitob keyinchalik 5 ildiz ostida 3 ildiz ostida bo'lsa xullas, qisqarib ketish ehtimoli oshadi-da. Shuning uchun mana bu narsaga A ga qaranglar 15 olaman o'zimcha, B ga ildiz ostida 3 olaman, lekin yaxshi emas, javob chiqishiga ishonaman. Chunki buni kvadrat kelajakda 225 bo'lib ketib qoladi. Keyinchalik buni 3 qo'shsa 228 ancha oshib ketyapti. Shuning uchun tanlashni o'zgartirasan dirdiga bo'lsa. A ga qaranglar 3 ildizda 3 masalanda endi B ga 3 tanladim. Nega? Chunki mana bu 3 kara ya'ni qaranglar xo'jayinlar. Buni o'chiryapman-da. Mana bu narsa qaranglar. 5 kara 3 qilyapman. Tushundinglarmi mana? 3 ta son kutsa nima qilibdi? Ikkitasi A ga, bittasi B ga. Tushunarli? Hozir shunchaki son tanlab tashlayapman. Keyin gaplashamiz katta kichikligini. Kelishdikmi? B ga 3 olib qo'yibman, uzr. Mana, bo'ldimi? Xo'p, endi asosiy masala. Kvadrati nechi bo'ladi? 9 kvadrati 3 20. Buni kvadrati qo'shsam 52 ni beryaptimi? Bo'ldi. Kalit mana bundan olib ketdim. Sal shushtirlik qildingiz ozginagina. Tushunarli? Asosiy masala 27 kattamish 25 dan. Oldin aytganmiz, A birinchi tursin, kattasi bo'lsin. Agar bu kichkina, bu katta bo'lganda edi, almashtirib tanlagan bo'laman, tushunarli? A ga katta son bo'lsin har doim. Ichkari bir narsani qovus kvadrati bo'lgan ekan. Nimani desa, mana A bilan B ni. 3 ildizda 3 ishorasi minus 5 ni qovus kvadrati plus 5 plus 3 ildizda 3. Ma'qulmi? Ikkalasi nima qiladi? Qisqaradi. 3 ildizda 3 minus 5 plus 5 plus 3 ildizda 3 mi? Ikkalasi nima qildi? Qaytdik. 5 ga ketar ekan, nabarot. Bu ikkalasi 6 ildizda 3 degan javob chiqar ekan. Ma'qulmi? Tushundinglarmi ish qilib? Nima savol bor? Endi to'g'risini aytinglar. Kim ishlamaydi shunaqa qilib? Vijdon aytsin. Men qila olmasdim, rostdan qila olmasdim deganlar. 1, yana kim? 2 ta, 3 ta. Xullas yana kimlardir bor. Ich-ichidan qalban birgamiz. To'g'rimi? Birga o'tiribmiz hozir. Bilib turib formada emas xullas. Qarayapti, 2 kabi qil deyapti. Nima edi u deb o'tiribdi qaldash? Kimdir? 2 kabi shunaqa narsa o'tmi deganda o'tiribdi hali. Kimdir? Taklifim. Bu doim ishlaydi. Bu deyarli hamma misolda ishlaydi.
Bu sertifikatdagi har qanday ildizga ishlaydi deyarli. Sizlar haqingizda gapiryapman, tushunyapsizlarmi? Ishlatamiz hozir o'rtoqlar, qarab turinglar. O'rganib olinglar demoqchiman. Taxminan faqat ildiz chiqarish usta bo'linglar. Ildizda 3 turibdi. Ildiz osti 3 dan taxminan 1.7 chiqadi. Hamma tushundimi? Qayerdan bilyapsiz shuni ham? O'rgatib oling sekimdir. Ha, har doim sonni 100 barobar oshiramiz, 300 qilamiz. Nimani kvadrat 300 ga yaqin javob chiqadi. 17 ni kvadrat 280. Demak, 17 degan payt 1.7 qilib olsanglar bo'ldi. Bo'ptimi? Ba'zi o'quvchilar 40 dan nima chiqadi deyman-ku, bunday qiladi. 10 ni ko'paytirib turamiz ustoz deydi. Nega? 400 bo'ladi-ku deydi. Keyin 20 chiqarib, bunday bir narsa ijod qiladi. O'rtoqlar, chiroyli chiqishi nimagadir ko'paytirib shart emas. Faqat 100 barobar oshiringlar. Ana 40 ni nega 10 ko'paytiryapti? 400 chiqadi-da u. Tushunyapsizlarmi? Demak, asli 100 ga ko'paytirish kerak. Tushunyapsizlar ma'nosi aslida. Bo'ldi. Demak, 300 ga yaqin javob chiqadi. Xolos, o'xshadi. Bo'ldi, olib kiramiz, qaranglar. Katta ildizda 22 turibdi o'rtoqlar, qaranglar. Minus 30 turibdi, ko'paytirib ildizda nechi bu? 4 ayru 2 kara 1 7. Qolgan turib tursin, keyin gaplashamiz. Kelishdiki bu yo'q bilan. Yozaverim-mi? 5 plus 3 kara 1 kim tushunmadi? Ildiz osti 3 ga 1.7 qo'yib o'rganim. Hamma tushundimi? Ketdik, hisob kitob qilmoqchiman-da. Mana bu nechi bo'ladi? 3 4. Ayirsam bu nima chiqadi? Ildiz ostida 0 qiynalyapman. Nechiga ko'paytiraman? 100 ga nechi bo'ladi? 60. Nimani kvadrati 60 ga yaqin? 8 ga sal oshib ketyapti. 708 hamma rozimi? 708 emas. Ha, qaytaramiz bu yerga 0.70. Nima qilganim tushundinglarmi? Biz 60 dan ildiz chiqaryapmiz 708. Asli 60 emas, u 6 edi u. Bitta qaytaryapmiz, ma'qulmi? Bo'ldi. Demak 708 ekan. Lekin 0.8 emas, his qilib turinglar, ozginagina. Bu yoqqa olib kelamiz. Ildizda 22 ayru 30 kara 0.78 plus mana bu joy nechi bo'ladi? 5 u 1 mi? Qo'shsa 10 u 1. Ma'qulmi? Zo'r. Ketdik, barobar. Mana bu joyni ko'paytiramiz. 0 ni bersam 708 bo'ladimi? 700 ko'rinyaptimi? 708 kera nechi bo'ladi? 3 mi? To'g'rimi? Agar 8 bo'lsa 24 bo'larmidi? Taxminan 23,5 atrofida javobmi? Hamma rozimi? Ildizda 22 minus 23,5 olib qo'yaptim. Mana 3 mi? Ko'paytirdim. Bu 14 midi? 1.7 kere 2 nechi bo'ladi? 3 06 to'g'ri yozdikmi? 06. 06 dan ildiz chiqardik. 100 ga ko'paytirsam 60. 708 qildim, 0.78 qildim. Olib kelyapman. 0 ni bunga berdim. 708 kere 3 qilyapmiz. Nechi 23? Manfiy chiqib qo'yaptim ildizdagi. Xo'p, demak qayerdadir o'rnini almashtirish kerak bo'lgan bu yerda hozir. Xo'p, to'g'ri yozdik hamma hisob kitob. Ish to'g'ri yozgan bo'lsam bo'ldi rostdan. Bu 1.7, keyin ko'paytirdim. Demak, mana bu bor, qaranglar o'rtoqlar. 60 edi-yu. 60, 708 miz qanaqadir deylik, masalan, 702 atrofida javob chiqqan ekan, demak. 702 atrofida javob. Xo'p, mana bunaqa narsa. 23 to'g'ri bo'lsa, ichkari nimadir hozir bo'lmayapti-ku. Kvadrat ko'targanda ham o'rtoqlar taxmin 0.7 chiqar ekan. Taxmin 0.7 chiqadi. Nimaga qaranglar. 0.7 bo'lsa 49 bo'ladi, to'g'rimi? 0.72 qilaylik xatyabi. Mana bunaqa. Ya'ni qanaqa Minsk o'tib ketib qolmasin demoqchiman-da. Xullas mana bu 7.2 bo'ldi. Tushundinglar nima qilganim? Mana bu joyda 7.2 qilib oldim. Ko'paytirsam 21 nechi bo'ladi? 6 mi? Mana bu joy 21 6 bo'lsin. Xullas musbat bo'lishi kerak demoqchiman-da, ozgina. Xo'p, ayirsam ildizda nima bo'lib qoladi? 0 4 plus 10 1. Diqqat. Mana bu joyda 0.4 ni 100 ga ko'paytiramiz. 40 36 dan 6 chiqadimi? Demak, taxminan 0.6 chiqyapti. Plus 10 1. Nechi bo'ladi? 0 17 mi? 17, 18, 11 ga yetib borar bormasda, xolos, to'g'rimi? A javobni o'qinglar javobini. Nechi? 10 turibdi. B-dachi? Xo'p, C-dachi? D-da? 5 ildiz ostida? 5 minus bo'ldi. Bizda o'zi nima javob chiqdi? 6 ildiz osti chiqqanmidi? Mana bu taxminan qanaqa sonimizda? 1.7 mi?
6 ko'paytirib 1 7 nechi bo'ladi? Taxminan 10. Mana bu rovno 10 ku. Bir narsa ishonaman, qanaqadir ildizli o'ta xunuk narsada qanaqadir butun chiqib javob chiqishi qiyin, qo'rqyapman-da, tushunyapsizlar? Demak 10 u 2. Mana bu 10 u 6 17 atrofidagi javob, to'g'rimi? Shu bo'lish ehtimollik bormi? Mana bu 10 bu 12 guncha ishonmayapman o'zi men. Chunki 11 ga yaqin sonda o'zi bo'lsa bu. To'g'rimi? O'yindan bu chiqib ketdi. Mana bu joy 1 u 7 uchimiz. Ko'paytiramiz 3 ga. 5 u 1. Xullas bu minus 0 1 0 atrofidagi sonlar bular. Bu aniq xatoda. Yo A yo B. Demak, do'stim, A bilan B ni o'rni almashtirish mumkin emas. Sababi A ga kattaroq son, B kichikroq son tanlash kerak har doim. Chunki katta sonni kichik son ayirsa ildizdagi plus chiqadi-da. Sen aytganda bunday qilib qo'yib, ustoz, bunday qilaylikdan ular qisqaradi ildizda deyishing mumkin masalan. Maqsad qisqartirish emas, maqsad ildiz ichini buzmaslik. Shuning uchun A ga katta, B ga kichik son tanladi, tushunarlimi? Bo'ldi. Demak, men ikkita javob qolib ketyapti. Muhimi shunga qarab orientir nima deydi, bir xullas oraliq tanlab olsa bo'ladi-da, xullas. Tushunyapsizlar-a? Demak, yo A yo B. Masalan, deylik o'sha paytda masalan o'zimga qolsa, deylik o'sha 12 lik men ildizli bir son tanlab qo'ygan bo'lardim o'zim. Chunki taxminan 10 10dan oshiqroq javob chiqaryapti. Bizniki tan ollik 10 dan aniq katta-da. Bu aniq 10 ku, bu to'g'rimi? Shuncha aytyapman, bitta variant qo'yapti o'zi. B javob qo'yapti. Tushunarlimi? Xullas bu taxminiy hisob-kitob deyiladi. Va bunga e'tibor beringlar. O'quvchi shunchaki ildiz 3 dan 1 7 chiqishini, masalan 10 dan 9 bo'lsa 3 chiqadi, 3 2 chiqishini sal-sal bilib tursa bo'ldi. Masalan. Tushuntira oldimmi? Shundan amallab olsa bo'ladi. Savol bormi yo'q? Tushundinglarmi? Yaxshi yozib olamiz. 5-misolga e'tibor berasizlar. 5-misolda asosiy masala ko'rinib turibdi, katta qovus. Mana bu narsa ildizda 11, ildizda 5. Mana bu joyda ildizda 5 karra ildizda 3 deb yozsa bo'ladimi? Buni ildizda 3 karra, ildizda 11 minus ildizda 2 karra, ildizda 11 minus ildizda 2 karra, ildizda 5 deb yozsak bo'ladi. Mahrajda ildizda 36 karra 3 qilgan hamma tushundim negaligini. Mana bu 36 karra 2. Bunchalik yaxshi bo'lish mumkin emas mahraj. Mahraj yoqyapti o'sha. 6 ildizda 3 minus 6 ildizda 2 turib tursin. Ildizda 11 boshqa maydalanmaydi. Mana 5 bilan turib tursin u ham. Mana bu qismida nima bir xil bo'ldi? Ildiz osti 3. Ichkarida ildizda 5 plus ildizda 11. Mana bu joyda ildizda 2 chiqadi va minus ham chiqadi. Ildizda 11 qoladi. Ishora teskari ildiz osti plus bo'lib ketadi. 5. Tushundinglarmi? Tepadagi qovusda, katta qovusda mana bu ikkalasi bir xil emasmi? Aslida bir xil olib chiqib ketamiz. Ildizda 11 turibdi, ildizda 5 turibdi. Ko'chaga olib chiqib ketdik. Ildizda 11 plus ildizda, chunki yig'indini o'rni almash zarar yo'q-ku. Ichkarida nima qoldi? Ildizda 3 qoldi, minus ildiz ostida pastga tushdik. Mana bu joyda nima bir xil? Ildizda 3 minus ildizda boshlandi. To'xtang. Endi shoshmanglar. Shuncha gapirdim endi men. Qaranglar. Mamla qisqaradimi endi? Sheti tezlashib ketasizlar, bilasizlarmi? Hop, mana shu yerda ildiz osti 11 kvadrati minus ildiz osti 5 kvadrati bo'lingan nima? Formula bo'ldi xullas. Mana bu 11 qisqaradi, 5 6 taqsim 6 1 degan javob bo'lgan. Tushundinglarmi? Savol yo'qmi? Ikkinchi usul shart emas menimcha, o'zi yaxshi turibdi. Ya'ni eplasa bo'ladigan misol. Ma'qulmi? Yaxshi. 6-misolni 10-siga qaranglar. Demak, 10-misollarimizda juda ham katta sonlar berilgan. Ikki xil usulda o'rganishga harakat qilamiz. Birinchisi doimgidek qonun qoida bilan, ikkinchisi nima qilsa xullas formula bilmasa chiqarish mumkin, shuni ko'ramiz. Kelishdikmi? Ya'ni sezayotgan bo'lsangiz, ikki xil formatda o'quvchiga beryapmiz bilim sizlarga. Biladigan, epladigan va eplolmaydigan. Ko'ramiz, ketdi. Birinchisi epladigan usul qanaqa? Sezayotgan bo'lsanglar, mana bu A ni teng deymiz 11 ga, B ni teng deymiz 100 ga, ikkalasini qo'shsam A plus B teng nimaga? Xulosa, mana buni A deysan, buni B deysan, bunisini A plus, tushundinglar-a? Ketdi-da, e'tibor berib turinglar. Ildiz ostida A ni 4-si plus B ni 4-si plus A plus B nimasi? Tushundinglarmi? Ulgurdinglarmi? Darajani hisobga olmang, faqat sonni hisobga qo'yapmiz hozir biz. Endi ildizini yo'q deb o'ylayman, ikkisini yo'q. Shunchaki uni bu yoqqa olib kelib ishlamoqchiman. Mana ichini o'rtoqlar bu yoqqa olib kelib shoshmasa nimaligini bilmoqchiman. Ketdik. A kvadrat plus
Mana bunday tushuntira qoling. Kvadrat plus b kvadrati desa bo'ladimi menim? Tashqarida a plus b ni 4-inchi turibdi hali ham. Ketdi, ochilishi. A kvadrat plus b kvadratni qovusda kvadrati minus 2ab deylarmidi? A b'larimiz a kvadrat b kvadrat ma'qulmi? Plus savol, mana buni sekin o'chirib. 2 kere 2 qilsa bo'ladimi menim? Mana bu ikkinchisini ochib chiqamiz. Ochilishi a kvadrat plus 2ab plus b ni nimasi? Tashqarida kvadrati bor. Tushundinglarmi? Bo'ldi, e'tibor beringlar. Sudrab yurish ancha ish bo'lib ketar ekan. Bugundan boshlab mana bu biz uchun x. Tushunali? Unda bu ham nima bo'ladi? To'xta. Bu ham x bo'ladimi xullas? O'rtoqlar qaytaraman. Mana shu ichi x, bu ham x. Ma'qulmi bir xil narsa? A kvadrat plus b kvadrat x deyapmiz. Bu yerda ham a kvadrat b kvadrat borda xullas. Mana buni y desam, mana bu y nimasi bo'ladi? His qilyapsizlarmi? Ketdik. Boshlaymiz. X kvadrati minus 2 ta nima? Y kvadrati bor. Plus ichkari x plus 2y ni qovusda nimasi? Tushundinglarmi ish qilganim? Bo'ldi. Bu tursin. X kvadrat minus 2 ta y kvadrat plus ochilishi x kvadrat plus 4 ta xy plus 4 y nimasi? Qisqa ko'paytirish ochish bilasizlar, to'g'rimi? Nechta bo'ladi? 2x kvadrat plus 4 ta xy plus 2 ta y kvadrat. Nimani olib chiqib ketamiz? Ichkarida x kvadrat plus 2 ta xy plus y nimasi? Tanishmi? Tanish. Xo'p, hozir hamma tushundi bu narsani. Formulam ichkari. X plus y ni qovus nimasi? Shuncha narsa. Deyarli shunga tengmi? Teng. Ildiz ostida 2 x plus y ni qovus kvadrati bo'lingan nima? 2 ketdimi? Kvadrat bu bilan ketdimi? X plus nima qoldi? Savol, x nima edi? To'xtanglar. Bunga qolib kelyapmiz. Shoshmasdan mana bemalol yozaylik. X plus y qolib ketdi oxirida xullas. X'imiz sekin boramiz. Mana bu narsa edi. A kvadrat plus b. Y'imiz nima edi? Yo, a b ni o'zi. A b ni o'zimidi? Bo'ldi. Yo'q, ikkisi yo'q edi o'rtoqlar. Mana buni o'zi a b edi. Chunki biz mana ikkisini ham yozdik yoniga, to'g'rimi? To'liq deganimiz yo'q. Xo'p, formulamasa hali bu zo'r. Endi qaranglar. A bilan b'larimiz ko'paytirgandan ko'ra mana bu a plus b ga olib kelar ekanmiz, qaranglar. Bunday qilamiz. Bu narsa a plus b ni qovus nimasi? Minus 2 ta ab plus ab tashqarida. Mana bu narsa nimaga teng, xo'jayinlar? 111 ni nimasi? Mana bu ikkalasichi minus ab mi? Ab degan a ni b'ga ko'paytiramiz. 11 0 bo'ladimi, qaranglar. Kim tushunmadi? Mana bu yerda minus ab qolgan. Minus ab degan a ni b'ga ko'paytir deganim. To'xtaylar, shoshyapman. Mana shundan hamma tushundimi xolos bu yoqqacha? 111 kvadrati minus a-imiz 11, b-imiz 100. Mana buni kvadrat ko'tarasizlar o'zingizlar xolos, ozgina mehnat qilib. Nechi bo'ladi o'rtoqlar? 12321 minus 1100 mi xullas? Ayirsak nechi bo'ladi? 1221. Shunaqa ham 11221 degan javob bor variantda. Xullas amalladikda, xullas. Ochiqni aytamiz, mana tayyor formulalar bor ekan o'zi aslida. A 4-si, mana buni B 4-si plus C 4. Xullas A 4 B 4 formulasi bor ekan. Men ko'p qo'llamaganim uchun o'zim bilmayman hali ochiq, yaxshi bilmayman. Isbotlab chiqishim mumkindir, lekin yodlamaganman to'g'risi. Masalan, kimdir ko'rib formulasi bor oddiyroq deyishi mumkindir haqiqatan ham. Lekin boya aytgandek, hamma ham standart bu formula bilmaydi. Shaxsan o'zim yaxshi bilmaganim uchun ataylar mana shu yo'lda ketdim, hozir tushunarli. Endi ikkinchi usuli o'sha gap. O'tgan darslarda oxirgi raqamdan foydalanib ko'p ish hal qilib esinglardan. Esda, diqqat. 11 ni 4-simi, 44-simi oxiri nima bo'ladi baribir? Hamma tushundim bir bo'lgan. 0 ni har qanday darajasi baribir 0. 11 plus 1/4 baribir bo'lu nima? Ildiz. Savol, qo'shsa surat nima chiqadi? Bir narsalari. Savol, oxiri ikkili sonni bo'lsaga xullas oxiri birlikmi xullas? Oxiri birlik bo'lar ekan o'rtoqlar. Masalan, deylik,
ildizda qisqardi xullas. Bir narsa oxiri birlik chiqadimi xullas? Xo'p. Sizlar bitta savol, shunchaki savol. Endi ichimda gapni aytdingda. Shu joy 12 bo'lib qolsa-chi agar. Ya'ni masalan oxiri 2, men 12 bo'lsa 6 chiqadimi javob? Biz ani 2 ga bo'lmayapmiz-da. Tushunyapsizlarmi? Variantdan keta olmas ekanmiz. Men shuni plan qilganim hozir, to'g'risini aytaman, mana bu joyda qaranglar. Mana bu joyda hozir men oxiri 2 lik bo'lishini bilgandim. Bo'lsam 1 lik ekan, men hamma qo'ylayapman. Xuddi 2 bo'lib 2 deb o'ylayapman hozirman. Kimdir ustoz, bu 72 dir, balki 36 bo'lar balki. Ustoz, balkim bu 42 dir, 21 bo'lar. To'g'rimi? Yoki deylik, oxiri 2 likni qanaqa son bor masalan? 72 aytdim, xo'p, masalan 36 ni aytdim, misol uchun. 36 qana 36. 2 lik bo'lishi kerak oxir, to'g'rimi? Masalan qanaqa son? 42 bo'lsa 21 bo'ladi, 52 bo'lsa 26 bo'ladi, 62 bo'lsa har doim 6 yoki 1 bo'lyapti, sezyapsizlarmi? 1 lik bo'lsa masalan oxiri 1 lik bo'ladigan versiyasi bor ekan, oxiri savol. Mana 1 bo'lsa, nimani kvadrat oxiri 1 lik bo'ladi javoblarda? Masalan, qaysi bitta javobda bor shekilli, qaysi javob? C javobdamidi? B javobda. Qanaqa javob turibdi? Mana shu javob bor, xullas. Ko'rmayaptim. Mana qator ko'rindimi? To'liq tushmagan. Ko'rsa bo'ladimi? Xo'p, qaranglar o'rtoqlar. Mana bu joy ko'rinadimi? Xo'p, bu yoqqa yoza qolamiz. Joy bormi? Xo'p, qaranglar. Mana oxir 1 lik-ku. A javobni o'qinglar, qanaqa oxir raqam nechi? 23 lik oxir, to'g'rimi? B variantikichi. C niki. D niki. Qaranglar o'rtoqlar, men bunaqa demoqchiman. Oxir 1 bilan tugasa, mana 1da, mana buni ildiz chiqyapti-ku. Demak, kvadrat ildiz chiqadi, demak kvadrati bunga teng bo'lishi kerak, to'g'rimi, ichkarisiga? Oxir 1da kvadrat nechilik bo'ladi faqat? 1 lik. Mana javob qaytarib beradim. B javob ehtimol bo'lishi bor ekan. Endi boya gap. Mana oxiri 12 lik bo'lsa 6 chiqishi ham mumkin-ku boya gap. Ha? Endi 6 chiqsa, oxiri 6, mana 6 lik bo'lsa, qaysi sonni kvadrat 6 lik bo'lishi kerakmi oxiri? Mana bu kvadrat 6 lik bo'ladimi? Bunikichi. Bunikichi. Qaysi javob to'g'ri ekan? Tushundinglar ma'nosini? Ya'ni mana bu misolni oxir raqam 101 qo'shsam 2 bo'ldi. 2 ga bo'lsam oxiri 1 lik chiqishi mumkin ekan yoki 6 lik. Variantlardan qaysi sonni kvadrati shunaqa oxiri 1 lik yoki 6 lik bo'ladi deyapman. Bitta javob o'z 1 likniki bor ekan, tushundinglar? Demak, mana bu 12 lik emas, balki o'sha 42 lik bo'lgan masalan yoki bir 22 lik bo'lgan. Tushunyapsizlar ma'nosini? Bo'linganda shunaqa 1 lik chiqadi. Yetib bordimi? Xo'sh, shu javobdan foydalanish bu ham yaxshi variant. Endi to'g'ri, kimdir aytishi mumkin, ustoz, men 9 turib qolsa, masalan 6 36 turib qolsa nima qilaman ertaga? 6 ning kvadrati ham bor-ku. Endi bu yo'qdan ko'ra bor fikrda sizlarga. Shu ham yo'q edi-ku, to'g'rimi ideya? Yoki hech bo'lmasa 52 lik tanlaysan-da, yo B yo D bo'ladi-da, masalan o'sha payt. Zato 4 tadan emas, 2 tadan bittasini tanlayapsan-da. Omad bo'lsa, xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketadi. Tushunarli, bu yaxshi chiqib ketadi. Savollar yo'qmi? Amalladiga? Yaxshi. 15-misolga e'tibor berasizlar. 15-misolda bunaqa tipdagi savollarni qanaqadir 2 kabiga tenglashtirib bo'lmaydi. İçimde savol bo'lardi avvallar. Nima shu 2 kabi qilaveradi ustoz? 3 kabi qilmaydi shuni? Menga 7 yoqadi masalan deb aytardim, tushunyapsizlarmi? Aksincha o'sha paytda 2ab a kvadrat plus 2ab bor-ku, o'sha bo'lgan ekan, keyin yetib kelgan o'zimga. Ya'ni mana bu narsani 2ab qilishligi va keyinchalik a bilan b ni kvadratini tekshirishlik mana bu formulani bo'lganligini bildiradi, tushunyapsizlarmi? Va u nimanidir qovus nimasi bo'ladi? Keyinchalik u qovus kvadrat, savol qovus kvadrat bo'lgan topdim deylik. Kub bilan qisqaradim. Bugun seni muammoing u nimani qovus kubi bo'lgan, shuni bilishing kerak. Qovus kubga formula yo'q. Men bilaman, men uchun formula yo'q. Kimdir bilishi mumkindir, lekin men shu paytgacha formula qilmaganman. Ya'ni nimani kubligini 2 kabiga o'xshab qanaqadir osonroq formulasi yo'q uni. Men bilgan formulasi yo'q. Shuning uchun nima ish qilamiz? 2 xil usuli bor. 2 xil. Doimiyda ikkinchi xili qiziq. Tushunarli? Birinchi xil o'sha dokumentalni, ya'ni hisob kitob bilan, ikkinchisi o'sha o'zimizning jaydari. O'sha tushundinglar o'zinglar. Bosa usuli. Ketdik, qaranglar o'rtoqlar. Birinchi qiladigan ish usulimiz qaranglar. Mana shu misolni qanaqadir a ga tenglashtiramiz. Tushunarli? Ikkala tomonga ham kub beramiz, kub ildizdan qutulish uchun. Kub ildizdan qutulish uchun. Mana qovusda nima? Kub, qovusda kub. Maqsad a ni topish, a ni topsam buni javobi shunga teng. To'g'rimi? Bo'ldi. Kubga ko'tarsam, sal dadil bo'laylik, iltimos. A kub degan ildiz qisqaradi. Hamma tushundim shu joyiga.
Savollar yo'qmi? Plus formulada xabaringlar bor. 3a to'xtanglar, 1 minut o'rtoqlar, 1 minut mantiq yozamiz. A plus b ni qovus kubini ochib chiqamiz sizlar bilan. A kub plus 3a kvadrat b plus 3ab kvadrat. To'g'rimi? Shuni qaranglar o'rtoqlar, yonma-yon olib kelib olamiz. A kub plus b tushundinglarmi? Ya'ni u shu hamma biladi bu formulani. Faqat yoniga olib kelib yangilayapmiz ozgina. Mana bu joyda nima bir xil? 3ab ketdi, guruhdan 3 ta ab chiqib ketdi ichkarida. A plus mana deysiz. Shuni bu yoqqa qo'yamiz. Sekin o'chiramiz. Mana bizani A'imiz, mana bizani B'imiz. Ma'qulmi? Mana shu A plus B ning kubi shumi? U bunga tengmi? Birinchi nimadan boshlash kerak ekan? A kub degan paytim kubi ildiz qisqarib ketadimi? 30 ildizda 3 plus B ni nimasi? Mana B ni kubi 54 ildiz ketdi. 30 ildizda 3 plus 3AB deyapti. 3 A'imiz kub ildizda 54 plus 30 ildizda 3. Qaranglar, ko'paytirib B'imiz ham kub ildiz-u. Ikkita kub ildiz bittaga olsa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Ko'paygan paytda bo'ladi. Shuni o'chiryapmiz, umumiy qilib turib, bunday qovusga olib qo'yapman. Ko'rdinglarmi? Bitta ildizga olib ko'paytiryapman. 54 minus 30 ildizda 3. Ma'qulmi? Xo'p, keyingisi A plus B. Qaranglar, diqqat. To'q do'stim, shosh. Bilmaganga olamiz. A yoziladi. Mana bu kub ildizda o'sha plus kub ildizda o'sha. Mana bu narsa B teng A ning nimasiga? O'rtoqlar, shu narsa bilan shu narsa ikkalasi bir xil emas aslida. Men yozmadim xolos, to'g'rimi? Shu boshida nimaga teng shu ikkalasi yig'indisi? Ha, A ga teng edi. Shuning uchun mana bu joyga nima qo'yamiz hozir? Qayta gapiraman. Boshida kubli ildizda mana ikkalasi bir xil. Plus kubli ildiz ikkalasi bir xil. O'sha paytda qo'shilganda bu ham qo'shilib turgan payt A edi boshida. Kubsiz versiya deydi, holatda edi. Shuni olib kelib qo'ydim o'rniga. Endi mana bu ikkalasi qisqarib ketadimi? 100 nechi? Plus 3 kub ildizda A plus B, A minus B mi? A ning kvadrati minus B ning kvadratimi? Tushundinglarmi? Ko'paytiruv nima? A teng A ning kubiga. Zo'r. 108 plus 3 yo hali chunki o'rta plyusda mumkin emas bo'lib borish. 3 kub ildizda 54 da kvadrat kerak ekanda bizga. 2916. Mana bu 900, 2700. Zo'r javob chiqargan a? Malades, to'ppa-to'g'ri A kub. Mana bu o'rtoqlar 216. Unda nima chiqadi kub ildizda? 216 nimani kubi desa 6 ni deymiz. Mana bu yerdan to'liq nima chiqdi? 6 kare 3. 18 ga 108. Mumkin emas. Uzoq berilib ketdik. 108 plus 18 A teng A ning nimasi? Qaranglar, xo'jayinlar kubik tenglama ishlashimiz kerak. Va biz hozir kamida son tanlab chiqib ketishimiz ham mumkin. Masalan, lekin qaranglar, javoblarda tekis chiroyli sonlar bormi yo'qmi? Ildizli sonlarchi? Bo'ldi. Savol, bizning maqsadimiz A ni topishmidi? Kamida javobdan foydalanib qo'yib chiqqanimiz yaxshi sabab. Mana bu joyda hozir A kubikli misol ishlab, mana 108 ga bo'lingan son o'ylab o'tirishim kerak. 36 mi, 6 mi qilib tushunyapsizlarmi? 3 mi qilib. Ya'ni ozod hadi nechi bo'lsa, ozod hadi. Ko'pincha javob shunga bo'linadigan son bo'ladi. Endi o'ylab ko'r, 108 nechta son bo'linadi? Juda ko'p. Uni o'ylaguncha vaqt o'tib ketib qoladi. Shuning uchun javobdan foydalanib olsak bo'ladi. Masalan, A javobda nima turibdi? 3 B da, C da, D da bo'ldi. 3 top kelsa mana bu joyga 54 mi? 54 ga buni qo'shamiz. 162. Savol 3 kubi shu bo'ladimi? Xato ekan. Tushundinglarmi? 9 da oldim. 9 da oldim o'rtoqlar. 9 da olgan paytimda 72, 162, 108 qo'shib 162 nechi bo'ladi? 200. Savol 9 da kubi 270 bo'lganmi? Xato. Tushunarli? Xo'p, 6 ni oldim. 108 plus 6 kare 18. 108 mi? 200 nechi bo'ladi? 6 ni kubi ham nechi o'zi? C javobini. Tushundinglar? Ya'ni bu mana shu kubga ko'tarib va oxirida eng qizig'i son tanlab o'tiribmiz-da yana. Ya'ni ochiq test bo'lsa qiynalib qolar ekanmiz.
Yani qiynalish qanaqa anu? Son tanlab o'tirardim hozir. 108 ga qanaqa son bo'ladi? Masalan, 1 ga bo'linadi, ha 1 qo'yib ko'ramiz o'rtoqlar. 2 gacha bo'linadi, 2 ni ham qo'yamiz. Misol uchun 3 ga bo'linadi, ha 3 ni ham qo'yib ko'ramiz masalan. Tushunyapsizlarmi? 4 gacha, ha masalan. 5 ga yo'q, 6 ni qo'yamiz. Shunaqa o'tirardik hozir, tushunyapsizlar-a? Demak, A'imiz javob nechta chiqdi hozir? 6 bo'lgan ekan hisob kitob javob. Ikkinchi usuli. O'sha gap, o'zimiz usul. Ildizli misollarda bunaqa fikr ishonaveringlar, ana 5-6 oy o'qigan bolaga kelish qiyin-da. Sentyabrda boshlagan bolaga qiyin-da kelish to'g'risi. Kelib qolsa ham oxirigacha olib borish qiyin-da uni hali. Kelib qolsa ham mamnaq qilish qiyin-da u bechorani. Chetda qiynalib qoladi o'zi. U mamnaq yodlagan-ku formulani. To'g'rimi? Qolib ketadi chetda o'zi qiynalib. Kattalashib ketadi, xunuk bo'lib ketadi. Tashib ketadi o'sha yerda o'zi misol. Taklif. Mish qilamiz. O'sha gap. Ildiz osishda qanaqa ildiz chiqadi taxminan? Hamma tushundim 1.7 ligini. 1.71 deyish mumkin kimdir? 1.7 ga ham rozimiz biz. 1.5 qo'rmasanglar bo'ldi. Tushundinglar? 1.7 ketdik. Qaranglar. Kub ildizda 54 o'rtoqlar plus 30 karra nechi? 1.7 plus kub ildizda 54 minus 30 karra 1.7. Ma'qulmi? Ketdik. Kub ildizda mana bu son 51 bo'ladi. Qo'shsa 105 mi? Xo'p, plus mana bu 51. Kub ildizda nima? Diqqat. Shoshmay turinglar. Mana bu kub ildizda agarda mabodo deylik o'sha 125 bo'lsa nima chiqadi? Bu 105 ku bu. Taxminan hamma rozimi? 4-6 mi chiqsa masalan. Rozimisizlar? 125 bo'lsa nima chiqardi? 105 ku. Demak, taxminan 5 dan kichikroq son. 4.5, 4.6. Ma'qulmi? Keyingisi, qaranglar, mana bundan kub ildiz chiqarishimiz kerak. Xo'p, qaranglar. To'xtanglar, bu oddiy ildizdan 1.7 chiqadi. Oddiy ildizdan 1.7 chiqadi. To'xtanglar. Kimdir aytadi-da, savol shu yerda 1 chiqsa nima chiqardi? 1 bo'lgan. Kub ildiz ostida 1 bo'lganda 1 chiqadi. Kub ildiz ostida 8 bo'lganda nima chiqardi? Bu nechi? Taxminan 1.2 ketsam rozimisizlar? 1.3 mi? Masalan, rozimisizlar? Qo'shsa qanaqa javob chiqadi? 5 u 9. Qaysi javob taxminan 5-9 chiqarib turibdi o'zi? Kimdir shoshilib, ustoz men 1.2 qo'yibman desa, qo'shsa nechi bo'ladi? 5 u? Bu yerda 6 eng yaqini 508 ga. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni taxminiy hisob kitobda shunisi yaxshi ekan. Ya'ni taxminiy hisob kitob. Javobni yoniga tushasizlar, ancha yaqin tushasizlar. Tushuntira oldimmi? Va bu usul ko'pchilik yoqadigan usul. Faqat iltimos. Hozirdan o'rganinglar bu odatga. Bo'ptimi? Ya'ni bir misol ishladinglarmi? Kelib bitta son tanlab ko'radinglar. Nimaga? Har doim hamma ildiz ishlab keta olmaysizlar sizlar. Tushuntira oldimmi? Ya'ni kimgadir ishlanish yo'li tinch deyish mumkindir balkim, masalan, hisob kitob qilish. Lekin odat qilinglar bunga ham, balkim ertaga bir murakkab savol tushib qolsa, son tanlash yaxshi bo'lib qolar balkim. Tushuntira oldimmi? Qilib yurgan ishinggacha, qilib yuraversin. O'sha fikr keladi imtihonda. U ish qilinmasa yoki juda kam qilinsa, imtihon payti kelmaydi. Tushuntira oldim gapimni demoqchi bo'lganim? Odat bo'lsin-da xullas bu doim. Keyin o'xshaydi. Savol yo'qmi? Tushundikmi? Yaxshi.